Barchaga assalomu alaykum. Andijon Tunikafon kanalining a'zolari, mana navbatda ishimizni ham Xudo xolasa Marhamat shahrida yakunlayapmiz. Ishimizga ko'rib baho beringlar. Bu pianinoli shaklda qilib, o'ta go'zal qilib ustalarimiz tarafdan inshaalloh xizmatlarimiz vodiy bo'lib, bu ishimizni kvadratini 135 ming so'mdan qilib berdik. Ko'rib baho berasizlar, obunachilar. Xudo xolasa xizmatlarimiz vodiy bo'lib, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, bir dona like tugmachalarini bosib qo'ysanglar, sizlarning xonadoningizda ham navbatda Xudo xolasa sizlar xohlagan fasonda qilib berishimiz inshaalloh nasib qiladi. Ko'rib baho beringlar. Mana bu shapkamiz pianinalidan qilib, gotlarimizni har liniyasiga mana tillalarimizdan qo'yib, Xudo xolasa oqqa mokri rangidan qilib berdik. Tarnovni ham qo'yib o'rnatib berdik. Bu esa mana ko'rib turibsizlar, ochiq hayvoni. Endi kichkinalik uchun tek shahmat qilib, Xudo xolasa bunimiz ham o'ta go'zal chiqdi. Xudo xolasa xizmatlarimiz vodiy bo'lib, bu ishimizni mana obunachilar bu yoqda mana Marhamatdan shahardan kelib Quvaga ketish yo'li, mana bu yoqdan esa mana Marhamatdan kelinadi sentrdan. Bu yoqqa esa mana Quvaga ketish yo'li, Xudo xolasa bog'iga yetmasdan. Mana esa fasadlarni ham общий qilib berdik. Bu ishimiz xonadonimizda общий 238 kvadrat bo'lib bitdi. Ko'rib baho beringlar. Mana fasadlarni ham o'ta chotki qilib, Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yakunlab beryapmiz. Kimgaki shunaqa fasadlardan ham Tunikafon qanaqa chiqadi degan obunachilarimizga mana ko'rib baho beringlar. Xudo xolasa o'ta go'zal bo'lib chiqdi. Ko'rib baho berasizlar. Burchaklarimizga ham baho berasizlar obunachilar. Shapkamizni ham tashqi burchagiga, liniyalariga ham ustalarimiz tarafdan, ukamiz tarafdan o'ta qo'li gul ustamiz. Xudo xolasa xizmatlarimiz vodiy bo'ldi.